Assalomu alaykum YouTube'imiz a'zolari. Bugun ozgina video obzor qilib qo'ymoqchi edik ish jarayonidan. Xudo xolasa ishlarimiz davom etyapti. Mana mayda hozir suv ishlarimiz bityapti. Xudo xolasa bularni ham rang sepilgan dan keyin ham yana qo'yamiz. Mana mayda rang sepish boshlandi. Xudo xolasa mayda yana ishimiz. Mana rang sepish ishlarimiz ham boshlandi o'sha. Ichkarida ham mana davom etyapti ishlarimiz. Yangi zakazlarimiz mana qiriq jarayoni boshlandi kaklar. Bu yerda mana gul tuzish jarayoni ekan. Lola ishki zakasimiz bor edi mana. O'z kompyuterda buyruq berilyapti xudo xolasa. Bu davomidagi mana tayyorlayotgan mana bu yerda uchun o'yilgani bor ekan. Kimga shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib o'lchab, o'rnatib yetkazib beramiz xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.